Bu yangi yurmaganda turgan Malibu XL mashinamiz sotuvda. Hozirda trend bo'layotgan Malibu mashinamiz. Ushbu mashinamiz необычный rangda, ya'ni темный синий, kech payt qora, kunduzi темный синий отражение beradi. Mashinamiz sotuvda. Mashinamiz bosib o'tgan masofasi 17 000 km masofa bosib o'tgan. Ashqa qismlari полный laminatsiya turibdi. Rullari matli holatda, ko'jalari ham zo'r saslanib turibdi. Bitta ko'ringlar akalar. Полностью panorama lyuk. Mashinamiz ideal holatda. Atigi 17 000 km masofa bosib o'tgan. 2023-yil arshivkalari laminatsiya qilingan. Orqa qatorlariga kelamiz. Orqalari ham matli turibdi. Yaxshi bo'linglar solib qo'yilgan. Mashina ideal holatda. 17 000 yurganni hisoblaymiz buni. Ko'rsiz bittada yoqadigan Malibu ideal holatda, kuzovida, salonda hech qanaqa xato, nuqson, kamchiligi yo'q. Orqalari ham. Xullas mashina yangida, 17 000 yurganga umuman o'xshamaydi. Ideal holatda qarab haydalgan mashinalardan. Mashinamiz rangi темный синий, необычный ko'rinadi. Kech payt qora отражение beradi, kunduzi темный синий. Shaharda ajralib turasiz. Mashinamiz sotuvda. Narx va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Karsmir.uz hammalariz kutib qolamiz.